yedirilgan sehrni ichdan chiqarib tashlashning shar'iy bir usulini havola qilamiz. Buni siz o'zingiz qila olasiz. Bizga ma'lumki, kimda yedirilgan sehr bo'lsa, uning qornida dam bo'lish, nafas olishining qiyinlashuvi, belning osti va dumg'izida og'riq doimiy bo'ladi. Oyoq-qo'llarda shish paydo bo'lib yo'qolib turadi. Ba'zan qorinda ham shish paydo bo'lib, ko'p dam bo'lish kuzatiladi. Yel tez-tez kelib bezovta qiladi. Oshqozonda ham tez-tez og'riq paydo bo'lib yo'qolib turadi. Tibbiy muolajalar birortasiga naf ko'rsatmaydi. Ruqiya eshitganda a'zoyi badani qaqshab og'riydi. Ba'zan tizzalar bukilmay kuchli og'riqda qoladi. Birdan oyoq itoat qilmay yiqilib tushishlari ham mumkin. Sehr yeyiladigan narsalarga o'qitilgan bo'lsa, masalan tuz, suv va boshqa shirinliklarga o'qitib yegizilgan bo'lsa, shunday alomatlar paydo bo'ladi. Xullas, shunday alomatlarni sezgan kishi oldiga bir idishga toza qaynatilmagan suv qo'yib, o'ng qo'lini qorniga qo'yib Fotiha surasini 40 marta o'qiydi. So'ng Toriq surasining Yahruju min baynis sulbi va taroyib oyatigacha 3 marta o'qiydi. So'ng Inshiqoq surasini va alqat ma fiha va takhallat oyatigacha 3 marta o'qiydi. So'ng ushbu duoni aytadi. Kazalika talqabatna falan. O'zini ismini, boshqa kishini o'qiyotgan bo'lsa, boshqa kishining ismini aytadi. Ma fiha min sihrin va dararin val adha bi qudratin man yaqulu li shay'in kun fayakun. So'ng suvga ushbu oyatni 7 marta dam soladi. Bismillahirrohmanirrohim. Qala Musa ma ji'tum bihi sihr. Innalloha sayubtiluhu innalloha la yuslihu amalal mufsidin. So'ng ushbu duoni 7 marta o'qiydi. Bi izzati ismikallohumma annakal qahhar. So'ng shu suvni ichadi. Agar sehr ichida turgan bo'lsa, birdan ko'ngli behuzur bo'lib, qusqi keladi. Uni tashlaydi. Bu suvni 3 kun yoki 7 kun ichadi. Baqara surasini tinglaydi. Shunda vujud sehrdan poklanadi. Inshaalloh taala.